Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Chimkent shahridan bir birodarimiz men juma kuni 3-4 ta bo'lib turgan musulmonlar bilan salomlashdim va juma muborak birodarlar deb tabriklagan bo'ldim deb maktub yo'llaganlar. Menga ular tanbeh berishdi deb xatlarini davom ettiradilar. Tushunmay qoldim, juma bayram emasmi deb so'raganlar. Biz bu masala bo'yicha qadim ulamolarning ham yoki zamonaviy ulamolarning ham fatvolarini ko'zdan kechirdik, ammo juma masalasida so'zlagan, ya'ni juma kuni bir-birini tabriklash haqida so'zlagan ulamolarni ko'rmadik yoki juda ham kam. Ba'zi birlarini hisobga olmaganda bunday masala ustida to'xtashmagan. Shuning uchun biz bunga yaqinroq masala, ya'ni Eid bilan tabriklash masalasi haqidagi so'zlar bilan tanishaylik. Jumhur ulamolar Eid bilan tabriklash masalasida joizligini aytishgan. Sohibi Durrul Muxtor aytadilar, ya'ni Hanafiy ulamolaridan إن التهنئة بالعيد بلفظ يتقبل الله منا ومنكم لا تنكر. Eid bilan tabriklash, ya'ni Alloh sizdan ham bizdan ham ibodatlarimizni qabul aylasin degan lafz bilan. Arabchasi yataqabbalallohu minna va minkum. Mana shunday ibora bilan bir-birini Eid bilan tabriklash bu rad etilmaydigan, inkor etilmaydigan ishdir deganlar. Demak, qadim zamonlarda ham bunday masala bo'lgan. Eid bilan Hayit bayrami bilan bir-birlarini tabriklash odatlari musulmonlarda mavjud bo'lgan. Bu haqda Ibn Taymiyya rahimahullohdan ham so'ralganda, ya'ni odamlar Eiduka muborak degan lafzni ishlatadilar. Eid muborak, ya'ni bayram muborak bo'lsin, Hayit muborak bo'lsin degan so'zlarni aytadilar. Buning hukmi nima deb so'ralganda, u kishi javob bergan ekanlar. Amma tahniyatu yawmal Eid yaqul ba'duhum li ba'd idza laqiyahu ba'da salatil Eid taqabbalallohu minna va minkum. Mana shunday ibora bilan insonlar bir-birlarini tabriklashlari juma kunida bunday holat sahobalar radhiyallohu anhumdan rivoyat bo'lgan. Bir toifa sahobalardan, ya'ni ba'zi sahobalardan, bir guruh sahobalardan bu narsa rivoyat bo'lgan va imomlar bunga ruxsat berishgan. Lekin Imom Ahmad ana la abtadi'u ahadan deganlar. Men mana shu ibora bilan birinchi bo'lib aytmayman. Hech bir insonni birinchi bo'lib shu ibora bilan tabriklamayman. Fa in ibtada'ani ahadun ajabtuhu. Agar biror kishi menga birinchi bo'lib shu so'zni aytadigan bo'lsa, men unga albatta javob qilaman deganlar. Va zalika li anna javob at-tahiyya vojib, chunki tahiyyaga javob berish, tabrikka javob berish vojibdir. Wa amma al-ibtida'u bit-tahni'ati falaysa sunnatan ma'muran biha. Ammo tahni'a tabriklash, mana shu Eid kuni bilan tabriklash bu buyurilgan sunnat emasdir. Wa la huwa aydan ma nuhiya anhu, va shunga o'xshash bu nahiy qilingan ish ham emasdir deganlar. Amma Shafi'iyyatu, amma Shafi'i ulamolardan Ar-Ramli rahimahulloh rivoyat qilganlar, u kishi yana mana shu borada bu ish bid'at ham emas, sunnat ham emasligini aytganlar. Ya'ni bu narsa muboh narsa. Buni na sunnat na bid'atga yo'yish kerak emas deganlar. Ibn Qudama Ahmad rahimahullohdan rivoyat qilganlari wala ba'sa bi an yaqula ar-rajulu lir-rajuli yawm al-Eid taqabbalallohu minna wa mink. Eid kunida bir odam boshqa bir odamga taqabbalallohu minna va minka deyishining zarari yo'q deydilar. Endi juma masalasiga keladigan bo'lsak, hozirgi zamon ulamolaridan Sheyx Abdullah al-Faqih bu borada aytadilarki, فالتزام قول المسلم لأخيه المسلم بعد الجمعة أو كل جمعة جمعة مباركة. Bir odam, bir musulmon odam birodariga har juma mana shu so'zni aytishi, juma muborak deyishi, bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan biror bir sunnat vorid bo'lganini biz bilmaymiz. Sahobalardan ham bu borada biror rivoyat bo'lgan emas. Ahli ilmlardan ham bu haqda mana shuni shariatda borligi haqida biror bir
xabar kelganini bilmaymiz. Mana shu e'tibor bilan, mana shunga e'tiboran bu narsani paydo qilish, bu narsani mana shu narsaga rioya qilish bu bid'atdan deb aytamiz. Agar bu narsa ta'abbud niyati bilan bo'lsa bid'at bo'ladi. Ya'ni mana shu ibodat, mana shu ham Allohga ibodat va bu sunnat, bu ham degan niyat bilan agar qiladigan bo'lsa bu bid'atdir. Ammo إذا قال المسلم لأخيه أحيانا من غير اعتقاد لثبوتها ولا التزام بها ولا مداومة عليها ولكن على سبيل الدعاء فنرجو أن لا يكون بها بأس. أما مسلمان adam bir birodarga goho buni shariatda bor degan e'tiqod bilan emas, bunga doim amal qilishni o'ziga qoida qilib olib emas, balki bir duo sifatida yaxshi niyat bilan aytsa zarari yo'qdir deydilar. Ya'ni bu ishni bid'at ekanligini aytgan odam doimiy ravishda shunga rioya qilib amal qilib mana shuni odatga kiritish bid'at deb aytganlar va ammo gohida bu narsani aytsa musulmon birodariga duo tarzida, ya'ni shu bugungi qilgan ibodatimizni Alloh qabul aylasin mana ulug' kun degan ma'noda duo sifatida, tilak sifatida aytsa zarari yo'qdir deydilar. Mana shu aytilganlarga ko'ra juma kuni bir-birini tabriklagan odamni darhol san bid'at ish qilding deb qo'yib tashlash to'g'ri emas. Agar bu ahyon-ahyonda aytilsa zarari yo'q. Ammo shuni odat qilib olsa bu ham to'g'ri emas. Ba'zi odam mana shunday ishlarini mahkam ushlaydiganlar ham bo'ladi musulmonlarning ishlarida. O'zicha shuni yaxshi ko'rib qoladi va shuni yaxshi odat deb bilib ko'p mana shunga ahamiyat berib shunga urg'u beradigan bo'lsa bu bid'atga aylanib ketishi. Odamlar shundan ko'rib, bundan ibrat olib, shu narsani yoshlar ayniqsa ko'rib bir-birlariga targ'ib tashviq qilib yuborishlari keyin bu narsani bid'atga aylanishidan xavf qilinadi. Ammo goh-gohida bir-biriga so'z orasida aytib o'tsa zarari yo'q. Vallohu a'lam. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.